Bizning shaharda butilka sotadigan joy ochildi va u yerga men juda ham ko'plab butilkalarni olib borib topshirar edim va buning orqasidan juda ham ko'p pul topar edim va shu sababdan menga raqobatdoshlar paydo bo'ldi va ular meni yo'limga to'sqinlik qilgani sababli men non puli topolmay qoldim va bir kunda hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Va yana yangi tong va nihoyat biz bir donagina non uchun kuni bo'yi ishlashimizga to'g'ri keladi va hammaga salom sizlar bilan Estromik va ko'rishinglar mumkin bizning shaharimiz juda ham musaffo, osmonni ko'rishinglar mumkin. Lekin men uchun emas, faqatgina puli bor odamlar uchun ko'rishinglar mumkin. Biz ertalabdan mana raqobatchilarim uyg'onib mendan birinchi men bu butilkalarni yig'ishtirib ketmaslik uchun men vaqtli turishga majburman va bu kun tartibi nima ham derdik endi, mayli, janob hokimimizga rahmat albatta shunday ishlar tashkillashtirib qo'ygan uyning yonidagi xizmatchilarga pul ko'p ketayotgani sababli tekinga mana itcha tekin basu, lekin juda ham arzonga uyning atrofini yig'ishtirib olyapti. Men bu janob hokimning uyi va biz mana ishlashni boshladik. Lekin bezorilar ham paydo bo'lganda bizni hudud bu yerda butilka termaysan deydiganlar ham yo'q emas. Hammaylar nima ham derdik, chidab yashayveramiz. Lekin mana bu hokimning mashinasi juda ham zo'rda, uyi ham juda ham zo'r. Meni даже uyim yo'q bunachalar. Uyingga nima qildi desanglar, men uyimni pulni to'lamaganim uchun uyimdan chiqarib yubordi. Ishdan bir hafta oldin haydaldim. Tabriklasanglar bo'ladi. Nu mayli, biror kun biz ham boshlanamiz bo'lib qolar, biz ham omadimiz kelib qolar va nima? Mashinam bo'lmasligi mumkin, lekin velosipedim bo'ladi. Obunachilar, yo'q-yo'q, ko'rishlar mumkin. Mana bu velosiped yangi, kim musorga tashab ketdikina. Oh my god, buni obunachilar yutuq desa bo'ladi. Obunachilar, bu yangi turibdi. Sotsam ham ancha-muncha qimmatga ketadi, lekin buni sotmayman obunachilar. Buni mana ko'rishinglar mumkin. O'sha ertalabdan turganim uchun ma'bulloh boshqa raqobatdoshlarim ulgurmasa uxlab yotgan paytda men omadim kelib velosiped topib oldim obunachilar. Agar birortasi mendan oldin chiqqanda, vau, obunachilar juda ham zo'r yurar ekan. Agar birortasi mendan oldin chiqqanda bu velosipedni uxlatib ketgan bo'lardi o'sha. Bunaqangi butilkani sotib bo'lmaydi, shuning uchun qaytarib qo'yib qo'yamiz. Bizga korobkalar foydali bo'lardi, korobkalar qimmatga ketadi, lekin buni hozir ana u butilkalarni sotib kelib, keyin bularni olib ketaman. Bir yo'la ryukzak ham olishimiz kerak, ryukzak, sumka, backpack, xullas o'sha narsani olishimiz kerak, chunki ana yerda juda ham ko'plab butilka saylov boshlandi. Vat, obunachilar, yangi hokim tayinlanyaptimi? Bizni hokim sinibdi-da. Yo'q-yo'q, obunachilar. Biz hokim bo'lib ketsak ham nomzodni qo'yib ko'rish kerak-ku, meni kirgizmasa ham kerak yo'q, obunachilar. Bilmayman nima qilamiz. Shunchaki biz butilkalar topshirib, pulimizni olib yuraveramiz. Brat, bobo qani? Bobom nonga chiqib ketgandi. Hamma ham non dardida yuribdi-da. Nima ham deysan, brat? Brat, kecha sizni bitta qiz bilan ko'rdimmi? Yo'q, qanaqa qiz, brat? Bobongizga aytib beraman. Brat, unaqa qilmang endi. Prosto tanishib edi. Brat, hazillashgan edim. Siz prosto o'zingiz sotib qo'yyapsiz, brat. Brat, bu nimasi? Siz o'rtog'ingizmi? O'rtog'im bo'lmasangiz ham prosto tanishimsiz, brat. Nima gapirib bo'lmaydimi? Gapirib bo'lmaydi, o'zingizdan ketmang. Butilkalaringizni soting deb aytdan suring, yo'q bo'ling. Nedavon nega ketyapsanmi? Birga ko'raveramizmi deyman sen bilan. Brat, bo'ldi, kechirasiz, sansiramang. Endi ko'cha bo'lsangiz o'zingizga bobomga aytib beraman shekilli. Menga qara, menga desachi, bobong tugul akangga ham aytgin, Luboyga javob, tushundingmi? Brat, bo'ldi, uzr, mendan o'tgan bo'lsa uzr, brat, bo'ldi. Tinchgina shu joyda yopaylik demadim, bo'ldi, brat. Mayli, brat, men hazillashyapman. Prosta bobongizni juda ham hurmat qilamiz, mana qo'yvormang, sumka olaman. Brat, hazilda ham o'zini joyi bo'ladi. Nima hazilda endi men qattiq qilishni menga o'rgatmoqchi bo'lyapsizmi? Ikki olam tushib ketdi. Brat, qo'lingizni olib beraolmayman-da, shu bu yoqdan o'tib bo'lmaydi-da endi. Endi o'zim olib olaman-da, brat, sizni bir uraman shekilli. Bo'ldi, urmang, brat. Urmas ekansiz, brat. Oh my god, men bu zo'r joylarmi ekan? Men bu yerda nima ro'yxatlar bormi? Bobo joyi aytga kirmang. Men ham yotmayman. Kravatimiz bir xil ekan bobongiz bilan. Endi bobom fanatsiz-da. Qanaqangi fanat? Bobongiz meni fanatim. Bobomga aytaymi shuni? Aytyapman, menga desa akangizga ham aytavering. Akam yo'qligini akam yo'qligini yuzimga solma. Mayli, brat, bir uzr bilmabman. Xo'sh, obunachilar akasi yo'q ekan. Mayli, obunachilar. Yig'layapti hali ham obunachilar, yo'q. Xo'sh, men bu yerda ham butilkalar ko'p ekan. Xatiya ana yo'qdagina biz sumkamizga to'la qilib ana qo'yib olamiz-da, keyin bu yoqqa o'tamiz. La'nati, ana ular yana shu yerga turyapti-ku. Nima? Sen bola yana bu yoqqa kelchi, sen biz bilan. Brat, balki kelisharmiz. Sen bilan kelishishning iloji yo'q, terma butilkalarimizni. Nima, brat, o'zingizdan ketyapsan? Bo'ldi, uzr, bo'ldi, qaytib kelmayman.
Qaytib kelib ham ko'rchi, oyog'ingni sindiraman, o'zimdan ketaman bu yoqqa, senga nima? Qaytib kelman bu yerga. Obunachilar ko'rishlar mumkin. Biz jitillar уже kibar bo'lib ketgan. Jitil villager, qishloqlar, bomishlar xullas o'zidan vashi ketib boryapti. Velosipedimni ham hozir yashirib qo'ymasam, bular o'zini-o'zi olib qo'yishi ham mumkin. Bularga aniq bo'lmaydi. Garantiya yo'q obunachilar. Bular juda ham kuchli ko'rishlar mumkin. 2 kishi edi, men 1 kishi edim. Obunachilar voqea joyini o'zingizlar kuzatib turibsizlar. Politsiyaga aytib beray desam, politsiya ham hokimga bo'ysunadi. Hokim bu bomishlar qo'llab-quvvatlaydi, chunki bular 2 kishi, men 1 kishiman obunachilar. Hammasi 2 kishi, 1 kishi, 1 kishi, короче, 10 kishi. Bu velosipedni ham menimcha shu eski bozorga olib chiqib sotib yuboraman shekilli, nima ham deysizlar endi obunachilar. Bilmadim obunachilar. Bu velosipedni bu yoqda mana bo'lmaydiganga o'xshayapti. Chunki men bu bezori aralash bomishlar mendan velosipedimni olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Obunachilar, davay biza ketdik. O'zimizni jang qilmaymiz. Boshqa joydan butilka terib, ana chol bobo menimcha butilka deyman, aniq bita sotardi. Bitasini olamizda, dirs bitta bitadan beramiz. Meni tanishim Wins ham bor edi, uni ham chaqirish kerak. No'xatga Wins urushni yomon ko'radi, yomon ko'rmaydi, to'g'ri urushni bilmaydi. Nima ham derdik obunachilar, biz просто men bu brat bilan kelishga harakat qilib ko'raychi, brat balkim kelisharmiz. Nima? Senga qaytib kelmadim, hozir tutib olsam oyog'ingni sindirar. Nima? Menga qo'l ko'taryapsanmi, g'iybatjon, yordamga? Do'stini chaqirdi, o'zi ketish kerak obunachilar. O'rtog'ini chaqirsa, o'zi yomon degani bu. Ha, qo'rqoq ekansan-ku. Birga bir aqling yetmaydi-yu seni. Yana qaytib kelsang oyog'ingni sindiraman, o'sha gap. Mayli obunachilar, men bu yoqdagi korobkalarni sotib, normalniy soqqa qilib olamiz demoqchi edim. Bu yoqqa ham odamini qo'yib qo'yibdi bular. Salom bolakay, qalaysan? Kel senga chupa-chup beraman. Qanaqa chupa-chup? Sen bilan ham o'g'ri bo'laman men. Ovora bo'lmaysan. Sen men bilan ovora bo'lmaysan. Men sen bilan ovora bo'laman. Chunki seni uraman. Urishim kerak. Brat, nima sizga men biron narsa qildimmi yoki biron narsa dedimmi? Nima? Sen chupa-chup nimalar deyapsan? Siz aytdingiz-ku chupa-chupni. Nima qilib aytgan bo'lsam, sen nima menga gap qaytaryapsan? O'zi mana shu sabab bo'lishi mumkin. Nima, xohlasam gap qaytaraman-da. Sizga nima? Ko'p-katta odamlar bo'lsa, urushib yuramizmi? Qaytib kelma bo'ldi xullas. Qaytib kelmadingmi? Yo'q, men hozir unga ko'rsatib qo'ygan, hazillashdim obunachilar. Chunki biz birinchi bitani olamiz, keyin bular bu ham baland obunachilar ko'rishlari mumkin, juda ham kuchli chol bobo o'zingiz bor ekansiz. Ha, borman. Nima o'zidan ketyapti bular? O'zim gaplashib qo'yaymi? Yo'q, o'zimning problemamni o'zim hal qilaman. Xullas, men bu bitangizdan bitta olaman. Mayli, omad, xo'sh, okey. Xo'sh, Vinsni ham topishimiz kerak obunachilar. Vins ham bizga yordam berishi mumkin. U ham 20% ga 80%, 20% yordam beradi, 20% bermaydi. Okey, xo'sh, men bu yerda endi ozgina terib ishlab olamiz. Vins. Qalaysan, Bodring miya? Bodring miyada boshqasiga aytasan. Bodring miya deb aynan senga aytaman. Nima, ovozing o'zgarib qolganmi? Yo'q, o'zgarmagan o'sha. O'sha bo'lsa nimaga sen g'alati gapirishni boshlading? Prosta nutqim yaxshilayapman-da, nima ham deysan endi? Nima ham deyman endi? Nima ham deysan endi? Nima ham deyman endi? Nima ham deysan endi? Eshitma demayman. Bo'ldimi, короче? Eshitdingmi? Anaqangi hokim saylovi boshlanibdi. Hokim saylovini men ham ko'rdim. Prosta aniq qilamizmi? Nima qilamizmi? Anaqa jitirlar o'zidan ketyapti. Shular bir anaqa qilib qo'yish kerak edi. Xullas, bir urushib bir nimalar qilib qo'yish kerak edi. Yo'q, mana unaqa ishlarga aralashtirma. O'zi sen ham o'sha jitirlar tomonsan-da. Shuni bilasanmi? Sen o'zi sotqinsan deb o'ylayapman. Chunki ovozing ham o'shanga o'xshaydi. Nimalarni bossan, sen bilan urushib ketamiz oxiri. Men bilan urushmaysan, ular bilan urushmaysan, to'g'rimi? Ular boshqa, sen boshqa. Sen qattiq urmaysan, ular qattiq uradi. Nima, birorta joyga og'riq olammi? Hozir ham urushib deyapman. Eshitdimi bo'lgani? Yo'q, mana yuribman. Endi sen boshqa, men boshqa. Men boshqa, sen boshqa. Xullas, o'shanaqa. Shunaqami, mayli. Mayda saylov bo'lyapti. Voy, o'zimiz nomzodimiz qo'yamiz. Davay, agar yutib chiqsa ham mashinalarni o'tdi. Eshigini to'g'rilatiz. Mana to'g'riladim, baqirma. Xo'sh. Assalomu alaykum. Nima, bu ishi g'alati. Mayli. Assalomu alaykum. Siz bilan Reddimisiz, nima edi? Mani itimim tanga nima qiziq bo'lyapti. Nima ising bor bu yerda? Shundan gapirib qo'y. Brat, shu siz biz ham o'zimizni nomzodimiz qo'ymoqchi edik. Mana ko'ksuvoshli bala bilan ko'ksuvoshlilar hokimga o'xshaydi deyapti, men ishonmayapman. Babi yutdi-dani, nima qilamayli? Itmin nima? Estromik. Men yotib qo'ydim. Tani itmin nima u bola? Mani ismim Vins. Mayli, san chiqur. Xo'p. Xo'sh bolalar, endi biz o'zimiz ishlarimiz bilan shug'ullanamiz. Nima desanglar, biz bitta bita olamiz-da, u jitillarga bitta bitadan beramiz-da, keyin bu shaharda legendasi bo'lamiz. Любой joyda biz o'zimiz egallab olamiz. Brat, o'zimsiz. Brat, ishga nima gaplar bo'lyaptimi? Ishlar tushyaptimi tishlar? Tushmayapti yo'da, yaxshi hammasi chotki. Yaxshi bo'lsa yaxshi.
yaxshi, kasal bo'lmagin bola. Ha, kasal bo'lsam nima bo'ladi? Kasal bo'lsang, sen butilkalar ko'p olib kelyapsan. Sen keyin olib kelmay qo'yasan. Ha, olib kelmay qo'ysam nima bo'ladi? Ahmoq, shuni ham tushunmaysanmi? Non puli topilmaydi. Keyin meni jiyanimga nima deysan? Ha, jiyaningizga nima debman? O'zi yig'lab ketdi. Akasi yo'qligini aytish shartmidi? Akasi o'lib qolgan edi. Akasi o'lib, mayli, uzr beradi. Uzrli albatta buni anav qilamiz. Bunga inkor qila olmayman bu gapimga albatta uzr. Mayli, hechqisi yo'q endi. Seni kechirdim. Endi 10 ta butilkani tekinga olaman. Brat, endi o'zidan ketdingiz, hazillashyapsiz. Hazillashyapman. O'zing boshlading-ku. Men hazillashganim yo'q hali. Jiyanim bilan hazillashdim deding-ku. Nima qilibdi hazillashgan bo'lsam, Vin sanam keldingmi? Ha, bu chola o'zidan ketyaptimi? Nima deding-ku? Eshitibman aka. Mayli, men bu yil bilan garushamiz hozir. Nima, sen bola yana keldingmi? Sen urushamiz shekilli. Seni men hozir urib yutib tashlayman. Yo'q, o'zi oqib qoldingda ukam. Mana senga, mana Obunachilar, bu juda ham kuchli ekan. Buni yutaman bo'lmaydi shekilli. Vin sanam yordamlashvor. Aralashtirma mana bu narsani. Ha, mayli. Xo'sh, brat, yana bir marta birga bir ko'rib olaylik, kim omadi kelar ekan. Ey bola, sen вообще o'zingdan ketyapsan-da, bu yoqqa kechimmi? Oqib qoldingiz-ku, brat, nima bo'ldi endi? Men brat, o'sha bratlarni oqqizdim. Vins yur, sen bilan boshqacha gaplashamiz endi. Endi biz shaharda lordlari bo'lamiz. Qanaqa lordlari? Bu yoqqa kel. Ha, mana brat, mana. Sen bola вообще o'zingdan ketyapsan. Bor oxirgi paytlar ko'p bizga yaqinlashyapsan. Mana bunisi ham oqdi. Endi uchinchisini oqsak, o'zi bizdan zo'r yo'q emas. Albatta, biz lord bo'lamiz bu shaharda. Sen bola nima qilyapsan bu yerga kelib o'zi? Nima? Bu ham oqib qoldi. O'sha Vins ketdi. Men senga velosipedimni ko'rsataman. Endi maza qilib velosipedda minishimiz mumkin shahar bo'yicha. Любой 70-75 yangi hokimning uyiga ketmoqdamiz. Yangi hokimning uyi o'ta yaxshiga o'xshamayapti-da. Shu yaxshilikka bo'lsin. Oh my god, xo'sh, yana yangi tong. Bu yerda nima? Bu qanaqangi mashina bo'ldi? 70-75 eshitilayotgani bo'lsa, janob hokimni olib ketmoqdamiz. Let's go. Xo'sh, bu tushmi nima bo'la? O'zim ham hayron qolyapman. Xo'sh, assalomu alaykum. nima biratdan xotin bo'ladi deb o'ylamadim. No, assalomu alaykum. Bu gapni sizlar tuzumi? Salom, sizmi? Qangi tanishtirib chiqaygan? Assalomu alaykum janob. Yangi hokim sizmi? Aha, Ha, yuring tanishtirib chiqaman. Xo'sh, okey, nima ham derdim, obunachilar to'g'risi o'zimga ham ishonmayapman, bu tushmi bilmayman. No, davay qatta nima qilishimiz kerak? Birinchi mana shu xonadan boshlayveramiz edi, to'g'rimi? Aha, ortimdan yuring. Okey, xo'sh. Bu Vins, barcha hisobotni undan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum janob xotim. Tuzumisiz bo'lyaptimi ishlar? Ha, yaxshi xabarsiz, mayli gaplashamiz. Mayli, Bu xo'sh. sizni xonangiz, tanishib chiqishingiz mumkin. Oh my god, kecha o'zimni uyim yo'q edi, bugun xonam bor. Obunachilar ko'rishlar mumkin. Yigit erkak ishini omadi bilan o'ynashib. Davay, let's go. Yana qanaqangi xonalaringiz bor? Davay, ko'raylik, bo'lmasa boshqa xonalarni ham. Okey, bu qanaqa xona? Hozirda pullar kam. Va shaharda muammolar ko'p. Nimaga pullar kam? Ha, eski hokim o'g'irlab ketdi. 70% pullarni. Shu sabab yangi hokim tayinlandi. Ya'ni siz. Ha, mayli, yordam kerak bo'lsa chaqirasiz. Men ketdim. Oh my god, obunachilar, endi biz shuncha pulni qayerdan topamiz, bilmayman. Shunchaki yangi hokimni yangi pul topasanlar deb olib kelib qo'ygandek tuyulyapti. Bilmayman, shuncha pulni qayerdan topaman. Eski hokim yomon orqasini tozalamasdan ketgan ekan. Endi biz mana bir nima yechim topishimiz kerak. Mayli, keyingi qismlarda yechim topamiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga juda ham kattakon rahmat va obuna bo'lish esingizdan chiqib qolmasin.